Demak, boshladik bugungi darsimiz. Elektron pochtani sim kartasiz ham ochish imkoniyati bor. Shuni ko'rib chiqamiz. Kauseriyadan ro'yxatdan o'tish uchun ko'pchilikda ro'yxatdan o'tishda imkoniyat cheklangan bo'lib qolyapti. Chunki elektron pochta oldin o'tgan bo'lishi mumkin degan muammo chiqib kelyapti. Buning uchun nima qilamiz? Google brauzerimizni ochib olamiz. Unda o'zimizda platformamiz bo'yicha sayt nomi mavjud. Hozir uni ham ochib ko'rsataman. Bizda mana bu Proton degan sayt bor. Proton.me degan sayt. Proton.me. Shuni ishga tushirib ochib olamiz. Mana shunday ko'rinishda ishga tushadi. Bizda buni pullik bepul versiyalari bor. Bepul versiyasidan foydalanish free account degan tugmasini bosamiz. Mana bu yerda account nomini yaratyapti, username. Misol uchun Nizom deymiz yoki Nexosini ham qo'shib qo'yamiz. Ma'qulmi? Nizom Nexo qabul qilindi. Xohlasak bosh harfini katta qilib ko'ramiz. Bu ham qabul qildi. Mayli. Endi o'ziga ma'qul shunaqa. Mana shunaqa bo'lsin degan edi. Mana shunaqa qilib qo'yamiz. Account nomi o'zi aslida kichkina harfda yozgan yaxshiroq. Sababi agar biz Coursera platformasiga kiritgan vaqtimizda kichik harflarda bo'ladi account desa, xatolik berishi ham mumkin. Shuning uchun kichik harfda kiritganimiz qulayroq. Endi parol yarating deyapti. Parol yaratishga kiramiz. Mana parol o'ylab topishimiz mumkin yoki qo'shimcha o'zimiz yaratishimiz mumkin. Men sizlarga endi eng maslahatli tomonim, ko'plab agar account ochayotgan bo'lsak, o'sha yaratayotgan shaxsni alohida o'zini parolini yaratib olishimiz kerak, esdan chiqmaydigan bo'lishi kerak. Uning uchun nima qilamiz? Birinchi ochratda biror bir maktabda ishlasa, maktab nomini sozlat parol. Maktab nomini qo'yib olamiz. Mak deymiz va shuni ketidan, mana shu so'zni ketidan uning JSHR raqamini kiritib olamiz. Ixtiyoriy unda o'sha JSHR raqamini bilish kerak. Bizda jadval bor, shakllantirilgan, uni ochmayman. O'sha JSHRdagi raqamni kiritish kerak bo'ladi. Misol uchun 30 66 99 02 99 00 63. Misol uchun mana shu JSHR raqami, JSHRni kiritib oldim. Mana bundan nusxa olib, keyingisiga ham qo'yaman. Mana qabul qilganligini bildirib turibdi. Get start tugmasini bosamiz. Bu tizim robot emasligimizni isbotlashimiz kerak. Mana bu shaklchalarni keltirib, o'zini o'rniga qo'yib olamiz. Next tugmasini bosamiz. Bo'ldi, shu bilan bizga akkaunt tayyor. Saqlanib tugmasini bosamiz. Mana shu elektron pochta qismi hozir ochiladi. Litsenziyasiga ruxsat deyapmiz. Okey. Name'ga yozamiz. Misol uchun Nizomjonmi, Nizomiddinmi? Nizomiddin. Misol uchun familiya ana. Bo'ldi. Ism familiyasini qo'yib, Continuum tugmasini bosamiz. Demak, yaratildi. Mana Nizom Nexo degan nom bilan, lekin uni umumiy familiya ismini Nizomiddin qo'yib qo'ydik. Shu orqali mana elektron xabarlar pochtasiga keladi. Pochtasi ishlash mumkin. Bemalol kelgan xabarlarni ko'rish, o'qib olish, o'ynash mumkin. Letter qo'yaylik. Next. Bo'ldi. Agar pochtadan xabar kelsa, shu qismida keladi, tushadi. Rahmat, sog' bo'linglar.